Dasturimiz davom etadi. Aholiga sifatli xizmat ko'rsatish davomida ularning xavfsizligini ta'minlash gaz ta'minoti korxonasi oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi. Ayni shu maqsadda bugun suyultirilgan gaz iste'molchilariga gaz ballonlarining har biri sinovdan o'tkazilib yetkazilmoqda. Navbatdagi lavha ayni shu jarayonlar haqida. Viloyatda bugun istiqomat qiluvchi barcha suyultirilgan gaz iste'molchilariga gaz ballonlari 35 kunga bormay tarqatilmoqda. Muhimi esa iste'molchi xavfsizligini ta'minlash uchun gaz ballonlari sinovdan o'tkaziladi. Jumladan, Vobkent, Qorako'l tumanlaridagi gaz to'ldirish shoxobchalarida hamda Buxoro tumanlaridagi sinov sexlarida kuniga o'rtacha 130-140 ta gaz balloni ta'mirlanadi. O'tgan 2024-yilda 54585 dona gaz balloni sinovdan o'tkazilgan bo'lsa, joriy yilning dastlabki choragida esa umumiy hisobda 12899 dona gaz ballonida sinov jarayonlari olib borildi. Fikrimizni birgina Qorako'l tumani misolida oladigan bo'lsak, mavjud sinov sexida joriy yilning 3 oyi davomida 5145 dona gaz balloni sinovdan o'tkazilib, navbatdagi sinov muhri belgilab berildi. Qayd etish lozim, maishiy gaz ballonlari har 5 yil davomida sinovdan o'tkazilishi hamda mavjud muammo bo'lsa ta'mirlanishi lozim. Kuniga ushbu sinov sexida 70-80 dona gaz balloni sinovdan o'tkaziladi. Oyda esa 1500-1600 tasi. Ushbu sinov sexlari joylarda iste'molchilarning maishiy gaz ballonlaridan foydalanishda xavfsizligini ta'minlash, ularga ajratilgan suyultirilgan gazni to'liq hajmda, yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilgan holda yetkazib berish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, chilangarlar tomonidan amaliy ishlar tezkorlik bilan o'z vaqtida samarali olib borilyapti. Ta'kidlash lozim, gaz ta'minoti filiali hisobida 189818 dona maishiy gaz balloni bo'lib, iste'molchilarga vaqtincha foydalanishi uchun shartnoma asosida tarqatilgan. Gaz ballonlari sinovdan o'tkazilib yetkazilar ekan, ulardan xavfsiz foydalanish hamda mavjud muammolar yuzaga kelsa, zudlik bilan ta'minotning hududiy bo'limlariga murojaat qilinishi lozimligi ham tushuntirilyapti.